Hop, siz Chumolning admini ekansiz. Men haqiqiy adminiman. Ismim Muhammad. Ne odamlarni aldayapsiz unaqa? Alo. Assalomu alaykum, charchayapsizmi? Ben Instagram bo'yicha anaqa qilyotgandim. Reklamalar nech pul bo'lyapti? Post nech pul, stories nech pul? Stories 100 ming so'm, post 300 ming. Qanaqa video olib berasizlar shunda? Yo'q, aka, hozir aytib tushib ketgan video olganmiz uncha. Bo'lganmiz yo'q. Borayotgan yo'q akalar. Nima qilayotgani yo'q? Akalar boyingiz kelmayapti ekan, unga chetga chiqib ketadi yaqinda. Qaysi o'sha anaqa Chumoldi borlarmi? Ha, shular. Siz ismingiz nima? Siz kimsiz o'zi? Men adminman Chumolda. Adminisiz? Otingiz nima? Aziz. Aziz aka, hop, siz Chumolning admini ekansiz. Men haqiqiy adminiman. Ismim Muhammad. Hozir qarang, hozir siz bilan gaplashayotganimiz zapis bo'lyapti. Siz nima основание bilan bu nomni sotib turib, bunaqa pul so'rayapsiz? Qanaqasiga kim chetga chiqib ketgan? Qaysi bolalar chetga chiqib ketgan? Ne odamlarni aldayapsiz bunaqa qilib? Alo. Tamam. Ha, ne unaqa qilyapsiz? Kelgan, umuman tushgan yo'q. Hop, qanaqasiga tushmasa hozir siz pul deyapsiz. Ha, aytayman, hozir storiesga qo'yiladi bu narsa. Siz aytdingiz, okalar chetga chiqib ketgan, aktiv tushib ketgan deysiz, to'g'rimi? Qayerda turasiz? Kimman? Qayerda turasiz? Qashqadaryoda. Qashqadaryoda? Ne unaqa ish qilyapsiz, hop? Qanaqa chora ko'rishimiz kerak sizga qarshi hozir? Aka, kanal o'zgartirib videolar chiqaman. Nima qilasiz? Kanal lekin o'zgartirib videolar o'chiraman bo'ldi. Bo'ldi, hop. Mana shu narsada qarang, erkak kishimiz, siz bilan hozir darzlashib olamiz. Qanchada qilasiz shu ishni? Hozir qilaman aka. Bo'ldi, aka, men sizga 1 soatda aloqaga chiqaman. Hey, chetda yurgan ekansizlar. Ancha reklama olayotgan ekanmiz, lekin bormayotgan ekanmiz. Odamlar yolg'onchi chiqib qoldi-ku. Stories 100 ming so'mdan sotasan, 50 ming deysan. Yo'q, bormayapti bolalar, reklama olgisi kelmayapti dedilarmi? Biz ham chet eldamizmi hozir shunda? Yaxshi emas. Lekin bu bilan pul topinglar, iltimos. Demak, ba'zi bir fake akkauntlar ham shunaqa javob berishyaptimi? Men shunchaki xayolimda o'tdi, shunaqa qildinglar demayman. Shunchaki xayolimdan o'tdi. Demak, boshqa fake akkauntlar ham shunaqa devoryaptimi shunda? Qilinglar, fan akkaunt ochinglar, qo'yinglar videoni. Hamma uchun qilamiz bu videoni, lekin nomimizdan yolg'on gapirish. Hozir bizani tanimagan odam telefon qilsa, ha bolalar betayin ekan, bularga reklama berish kerak emas ekan, bular chet yuraverar ekan. Pulni olib, deb xayol kelib qoladi-da baribir. Aynan mana shu Chumoli profil egasi yaxshi ish qiladi.